bilan tushib kelayotgan Abbosbek Fayzullayevga ham ko'p narsa bog'liq. Mana shu muhim deb o'ylayman, katta nazorat o'yinlarida, ya'ni o'ziga ishonch, bosimni his qilmagan holda raqib yulduzli bo'lishiga qaramay o'z rejasi asosida harakat qilish. Albatta, endi Qozonga tushdik, shu Qozonda qaynashimiz shart va shu mundialda raqib tanlamasdan turib unga qarshi munosib o'ynamoq lozim. Mana futbolchilarimiz ko'k libosda tushib kelishyapti. Niderlandiya terma jamoasi o'tgan uchrashuvga qaraganda o'zining kuchliroq tarkibini tushirgan. Hozir taqqoslab ko'rdik. Oldingi chiziqlarda o'zgarishlar yo'q, lekin orqa chiziqda bir-ikki futbolchini almashtirgan. Qizig'i Sardorlar bir-birlari bilan bugun ko'p bora to'qnash kelishadi. Hujumda harakat qiladi. Eldorni to'xtatish vazifasi Verji. Bu darajadagi yulduzlarga qarshi biz o'zimizni sinab olishimiz kerak, o'sha musobaqa bosimini yechib olishimiz kerak. Natija esa menimcha bu yerda juda katta ahamiyat kasb etmaydi. Bugun Niderlandiya terma jamoasi tarkibi darvoqe o'yin boshlandi va o'ng tomonimizda oq libosda o'ynayotgan gollandlar uchrashuvni boshlab berishdi. Chap tomonimizda esa bizning vatandoshlarimiz. Abbos Fayzullayev kurash olib boryapti. Tarkib tezlikla o'qib eshitiriladi. Verbruggen darvozada birinchi. Abbosbek Fayzullayev to'pni egallab oldi. Narigi tarafdan Shomurodov o'ng tomonda ochilayotgan futbolchi bor. Ajoyib o'ylanmaydi, lekin Niderlandiyaning hujumi Gakpo markazga to'pni yetkazib berdi. O'ng qanotdan yurishni to'xtatishdi futbolchilarimiz. Yoki Eron darvozasiga to'p kirib ketgan edi, balkim yana voqea takrorlanishi mumkin. Bo'ydor futbolchilar qaytarishdi. Burchak zarbasimi? Yo'q. Birinchi zarba. Voy, Jommoni o'tkazib yubordik va darvozabon chiqadimi? Hoppa, yaxshi vaqtida chiqib keldi. Super. O'tkazib yuborishdi. Gakpo, voy, pas zo'r chiqdi-yu, lekin zarbani yo'llay olmadi. Malen. Van de Ven shekilli. Malen. Po'ga Frenke ham zo'r pas berdi. Umuman kombinatsiya tan olish kerak. Niderlandiya bir tekisda tashkil etdi. Va rostdan ham bizning o'ng qanotimizdan ko'p yurish qilyapti. Mana bunaqa yurishlar bilan hozir Husanov bermadi. Husanov esladi Husanovni. Gakpo sal orqaga chekindi va o'zi tepadami yo'q, pas beradi. O'tdi shu pas va kombinatsiya bu safar ochiqchasiga omad yuz o'girdi Niderlandiyadan. Reinders Dumfries bu yozda e'lon qilindi Real Madridga o'tishi. Inter futbolchisi qarang, ochilgani pas vaqtida mana bunaqa yelka-melka. Yaxshi. Bosim foyda berdi. Mana shu rejamiz. Yana markazdan kirib borishyapti, to'p o'tdi. Qaytarildi. G'oyamiz aniq, mana bu uzatma yomon emas. Husanov ta'qib qilyapti. Oxirgacha Reindersni Husanovligini ko'rib qayta qoldi. Yana bitta City futbolchisi bor zaxirada, Ake. Uzoqdan xavfli edi bu ham, boshida o'y. Ber pas. Abbos ajoyib ketdi. Abbos narigi tomonda ochilayotgan futbolchi bor, o'zing bor yoki bir pas. Olding o'ynaymiz kunduzgi payt Amerika vaqti bilan. Endi u yerdagi havo shunaqa bo'lsa yaxshi. Taxminan shunday. Houston
Mana bunday hujumlar xavfli, ancha uzoq masofadan Tijani o'qizib ko'rdi. Yo'lak ochishdi. Lekin zarba uncha muvaffaqiyatli chiqmadi. O'zi ham xohlaganidek tepa olmadi deb o'ylaymiz. Mana bu yerda xavfli chiqdi. Shu yerda yiqitib yubormaslik kerak edi. Shu odam Samervil O'rozov uni chalib yiqitdi. ulgura olmadi. Va borib uzr so'rayapti. O'tib ketsin edi. Kanavaro aytib o'tgandiki, o'sha 90 daqiqa o'tkazib yubordi, keyin esa ulgura olmasdan Abduqodir Husanov uslubida to'xtatishga urindi, lekin bo'lmadi. Oyoqqa tepdi. Tepgan ko'rsatadi. Balkim olar, seyf qilar, hayron qoldirar hammani. saralashda ikkita seyf ko'rgandik. Ruxsat. Sal qoldi. Qaytargandi-yu, faqat yarimta gol bo'ldi. Chunki darvoza O'rozov uchun xulosa chiqarishga yaxshi epizod. Boshqa jahon chempionatida bunday xatolar qimmatga tushadi. va aynan shu chiziq hali muhokamada deb aytib o'tildi boya. Shu pozitsiya. Yo'l-yo'laki ikkinchi temp, Ashurmatov, Mazgavoy zo'r markazga Sayfiyev to'pni to'xtatdi, zarba yo'lladi. Himoyachi qaytaryapti. Fayzullayev to'xtatdi, chiroyli o'ynadi. Mazgavoy mana qo'shdi jamoamiz, o'ng qanotdan hujum. Bitta chiroylisi. Pas berdi Abbos Fayzullayev. Yo'q menimcha. Abbos ulguradimi? Dumfries. Top Dumfries tarafga mana shunday uzoq masofaga yorib o'tuvchi paslar bor bizda. Husanov, Shukurov. Va ehtiyot bo'lish kerak bu joyda. Yana Samervil. Olib qo'ydik, shu joyda tepadimi? Tepadi. Ay. Va Abbos. Yana bitta temp bo'ladimi? Frenkie de Jong adashmaydi. Butunlay boshqa hali darajada tushiladi. Offside yo'q ekan, Eldor ulguradi bu to'pga va to'xtatib oldi. Ichkariga yorib kiryapti, zo'r pas. Mazgavoy. To'p bizda. Muxlislar ham hayqirib qo'yishdi. Sherzod qilmaslik kerak edi yana O'rozov va bu qarshi hujum shakllanib ketishiga sabab bo'ldi. Gakpo katta tez bilan ketyapti, pas beryapti, o'rtalardan kirishyapti. Zarba yo'llanadimi? Yana penaltimi? Yo'q. Hakam. To'g'ri qildi hakam. Yo'q, penalti, to'p esa bizda. Oston O'runov. Endi Varan borku shuncha hushtak chalib yubormadi. Tomondan ochilayotgan bor. Sherzodga ber pas. Bittada. Sherzod esa ichkariga uzatmani amalga oshiradi. Eldorgacha to'p o'tmaydi. Shu joydan zarba yo'llanadi, burchak to'pi. Endi tegdi. Abbos Fayzullayev yaxshi aylantiradi odatda o'sha burchakdan, mana o'sha aylanma zarba. Endi bu tomonda aylantirishiga to'g'ri keladi. Endi bo'yimiz Sayfiyev qaytgan to'pga zarba yo'llash uchun kelyapti. Pas yomon emas. Yana bitta. Yaxshi qiynayapmiz, a? Shuni qilib turaylik. Yana xuddi shu holat kuzatiladi. Kombinatsiya. Boshqacharoq, ha? Baribir. O'ziga qaytadimi? Offsaytdan kirib olish kerak edi. Mana bunday keskin pas. O'yladi. Offsayd yo'q edi. Shoma. Sherzod. Ikkinchi qavatda juda. Jasur ham bor, Jaloliddinov. Va hushtak chalindi. Bo'ldi, birinchi bo'lim tugadi. Tan olish kerak, Niderlandiya bizni ancha qiynadi. Bu taym davomida vaziyatlar bo'ldi, penalti ishladi, gol ham urdi. Lekin taym oxirida bizda yaxshi bir bog'lamlar paydo bo'lishni boshladi. Asosan Abbos Fayzullayev faollik ko'rsatdi. Birozdan so'ng qayta o'ynamanglar. Samervil katta tezlik bilan ketyapti va darvozaga yo'llayotganda yaxshi. O'rozov o'ziga kelib oldi. Tanaffusda menimcha Renders tomonidan amalga oshiriladi va sal qoldi. Zarba yo'llashga berdik bu safar. Virgil van Dijk juda ko'p gol. Darvoza tomonga aylantiribroq tepishi mumkin. Zarba yo'llashga qulayroq tepib beradi. Uzatma, darvozabon o'z joyini tark etdi va yomon yiqildi. Abduqodir Husanov o'sha yerda edi.
Katta ehtimol u bilan to'qnashgan. Devor To'qnashuv odatda shunday holatlarga olib keladi. bu yerda o'zi gollandiyalik futbolchi xato yo'l qo'ygan ekanda. Van Hekening o'zi itarib yuborgan Abduqodirni, natijada Husanov to'qnashib ketgan. Husanov ataylab qilmagan. Mana. Orada qolib ketgan paydo bo'lishi mumkin. Ana Abbos Fayzullayev ochilmoqda. Oldi. To'p uzatildi. Chapga. Nasrullayev yetib bordi. Abbosga qaytar. Ha, o'zi ochilayotgan edi ichkariga pas. Ikkinchi qavatni yechyapti-da Virjil. Qildi tez uzatib Dostonga. Hamdamov o'zi kirib borishi mumkin. Gakpo Simon futbolchi degandik boya. Opuy Abbos yuqoridan uzatma xavfli vaziyat. Yana bitta imkoniyat paydo bo'lyapti Samervilda. 6 ta himoyachi bo'lib o'ynaymizmikin, ha? Yuqoridan uzatma, ikkinchi qavat, O'rozov yutib chiqdi va u yog'iga qarshi hujum bo'lishi mumkin. Agar to'ng qanotda yaxshi imkoniyat bor. Doston Hamdamov tezlikni oshirishi mumkin. Jarima maydonchasiga kirib bordi. Aldadi. Ketib qoldi bu tomonga. Yo'q. Uchrashuv, ya'ni yana bir imkoniyat. Brombi. Offside. Bekor bo'ldi goling. Lekin qattiq o'ynadi. O'zi Brombi jismonan baquvvat va yorib. Brian Sunderland. Aytayapman, Niderlandiya deyarli APL terma jamoasi. Qorozov yaxshi o'ynagan edi. Ikkinchi to'lqin. Darozibon yaxshi ulgura olmadi. Super pas edimi? Boshladi, tushishi bilan bir uzoqdan tepmoqchimi pas ekan. Shurmatov risk qildi, lekin boshqa iloji ham yo'q edi. Brobbi ortida tayyor turgan. Mayli. Yevroda ham zo'r o'ynagan gap bu. Kuchishgan. Bu Doston. Voy to'p qo'l. Hey, penalti. Bu tarafga ham bir, Hey. O'zi ham bir ko'rsa bo'lardi. Ko'rsin, ichkarida bo'ldi bu voqea. 84-daqiqada juda ham zarur bizga bu penalti. Ha, kayfiyat uchun ham zarur. Masalan, kriteriyalarni solishtirib chiqsak hamda notabiiy qo'l. Yo'q, bu yerda yaqqol. Mana ichkarida to'rtburchak ichida var ko'rish shart bo'lgan vaziyat. To'pni bizning futbolchimizdan ko'ksidan olganligi tahlil qilinishi mumkin. Penalti bersa. Hop, ko'radi. Ana, bu yaxshi signal. Ya'ni vardigilar kelib ko'rsang yaxshi bo'lardi deyapti, bu yaxshi signal. Gap so'zga qolib ketasan deydi. Bo'lishi mumkin agar mabodo. Mana shunisini inobatga olsin bo'ldi. Qayerdan borgani tahlil qilinyapti. Oyog'idan bordimi? Penalti ber endi. Xo'sh. Umrbod eslab yuramiz. Penalti. Sariq kartochka. Qizil. Ana. Yaxshi. Qizil ham ko'rilgan ekan. Hali g'alaba uchun o'ynab qolsak edi. Yoki jarima zarbasi va penalti, jarima va qizil emasmi? Yo'q, qizil beradi. Qizil va jarima emasmi? Yo'q, jarima penaltimi? Emas, sababi birinchisi inobatga olinmadi, ikkinchisi inobatga olindi. Qiziq. Doston Hamdamov, Shukurov tepishi ham mumkin. Jamshid ham Iskandarov tepishsa kerak deb o'ylayapman. Iskandarov to'pni olib yuribdi. Mana. Mana shu joyi. Doston yaxshi, aqlli o'yin. Hammasi yotmaydimi? Otabek ham tepishi mumkin. Menimcha Iskandarov tepadi. Ajoyib imkoniyat va bu yoq gol urib oladigan bo'lsak, bu yoq g'alaba uchun ham o'ynab qo'yamiz. 88-daqiqa tugab bormoqda. Xo'sh, Jamshid hamda Otabek yoki Mazgavoymi? Mazgavoyda ham bor zarba. Ikkilanishdi. Mazgavoy 3 kishi hozir tayyor. Otabek zarba. Kuchga urg'u berdi. Himoyaga qamab qo'ydik desak bo'ladi. Yuqoridan yaxshi imkoniyat Igorga. Darvozabon to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Boshlandi.
Chapga Nasrullayev yuqoridan birinchi to'p. Igor Sergeyev tushgandan keyin bor imkon ikkinchi qavatda kurashishga. Hatto Niderlandiya o'ynayotgan bo'lsa ham ikkinchi qavatda urib oladi deb hisoblashyapti. Bitta Doston. Voy, yana Doston. Sherzod shu yerdan. Shu yerdan. Yoqin kombinatsiya. Mazgavoy. Yaxshi imkoniyat. Igor! Bir gol. O'yindan urdik Niderlandiyaga. Yaxshi. Ana hujum va ana hujumchimiz. Igor epizodni topda bitta teginishda hal qildi o'z uslubida. Qoyil. Ayni vaqtda emotsiyalarni chiqarib olaylik biz ham. Penaltini evaziga olgan vaziyatimiz Ikkita o'yindan beri kutayotgan golimizda emotsiyalarni chiqarib olaylik do'stlar, to'g'ri tushunasiz? Ya bu arziydi. Ajoyib. Yo'q, offside. Zo'r. Hammasi yaxshi o'ynaldi va raqib oyog'ida keldi. Qoyil, Samet. Mana chiqyapti. Bir kam o'yinchi bo'lsa ham hududlar ochib, ikkinchi qavatda pas bo'ladi va shu joyda sal ehtiyot bo'lish kerak. Qoyillar chiziqdan olib chiqyapti Husanov. Biz ham qochib ketishimiz mumkin edi mana bu epizodda. Oxiri ochilib ketishdi jamoalar. Bermaymiz. O'rozov. Igor kurashadi. Ajoyib. Bog'lamda baribir birga o'ynashadi-yu. Endi yana Iskandarovga qaytar to'pni. Mazgavoy. Oxirgi hujumimiz bo'lishi mumkin 95-daqiqa. G'alaba hujumimiz bo'lishi mumkin. Jarohatmi? Doston zo'r ketdi. Offside ekan, afsuski. Mana bu hujum super hujum bo'ldi. Deyarli emas, bo'sh qolgan darvozadan Husanov qutqaryapti. Abduqodir Husanov eng qizig'i biz vahima qilyapmiz, Husanov xotirjam olib chiqqan ekan. Buncha vahima qilasizlar degan ma'noda. Oxirgacha bizni berishga ehtiyot bo'lib penalti. O yaxshi O'tkar. Mana seyv oxirida. Tanidik seni O'tkar. Ha bu o'sha o'tgan yil bilan zarba yo'llashga bermaslik kerak. Tijani. Xo'sh, uzatadi. To'pni qaytarishadimi? Penalti. Oxirgi daqiqalar shu kerak emas edi. Nima bo'ldi bu yerda? Rustam Ashurmatov xatoga yo'l qo'ydi raqibiga nisbatan. Xo'sh, ko'raylikchi. O'sha yerda. Ikkitalar, Rustam emas, u yerda Abduqodir Husanov. Ushlab. Bugun juda bir boshqacha yondashuv bilan chiqibdi-da. Oltin to'p olaman deyapti. Qani O'tkir. Oxirgi sekundlar sariq kartochka ko'rsatildi. Otabekka, menimcha Shukurovga e'tiroz bildirgani uchun chog'i. Xo'sh. O'tkir. Zarba yo'llandi va noto'g'ri tepdi deyapti. Ko'raylik buni ham bir. Sakrab turdi, tepdimi bir qanaqadir? Yo'q. Hammasi joyida. Tayanch oyog'i ko'tarilib ketmadimi oxiri? Mana bu yerda hop. Yoki kimi deyman? Shu vaziyatni ham bir ko'rib qo'ysa. Yo'q, lekin var ko'radigan narsa ham yo'q edi. Bo'ldi, tugadi. Bermadi hujum qilishga referi va biz 1-2 hisobida o'rtoqlik uchrashuvini boy berishga muvaffaq bo'ldik. Endi mayli. Jumfries bilan Otabek Shukurov munosabatlariga oydinlik kiritishyapti. Kuman bilan Cannavaro esa bular ortiqcha bir bosimsiz muhokama qilishyapti yakuniga yetgan uchrashuv. Ha, ikkinchi bo'limda mardonavor kurashdik. O'tgan gal birinchi bo'limda vaziyatlar bo'lgan edi, bu safar esa